O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tomonidan nogironligi bor yoshlarning iste'dod va qobiliyatini rag'batlantirish maqsadida Orzular dunyosi aksiyasi tashkil etildi. Ushbu tanlov hunarmandchilik, tasviriy san'at, munchoqli bezak va boshqa ko'plab yo'nalishlarda izlanayotgan o'g'il-qizlarning iqtidorini rivojlantirish, o'zaro tajriba almashish maydoni bo'ldi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Namangan shahridagi Yoshlar markazi bu gal O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining Orzular dunyosi aksiyasi ishtirokchilari bo'lgan iste'dodli, iqtidorli o'g'il-qizlarni bir manzilda birlashtirdi. E'tiborli tomoni qatnashchilar imkoniyati cheklangan yoshlar bo'lib, tanlov ularning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy inklyuziyani kuchaytirish, nogironligi bo'lgan yoshlar o'rtasidagi hamkorlik, tajriba almashish muhitini shakllantirishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Tanlovning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar keyingi yillarda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ayniqsa imkoniyati cheklangan o'g'il-qizlarning har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani, qator imtiyozlar berilayotgani va ushbu aksiya ham bu boradagi xayrli ishlarning davomi ekani ta'kidlandi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Namangan viloyat kengashi tomonidan ko'plab tadbir va loyihalar tashkil etib kelinmoqda. Bugungi tadbirimiz nogironligi bo'lgan yoshlarning ishtirokida tashkil etildi. Qaysidir biri rassomchilik yo'nalishida, qaysidir biri zardozlik yo'nalishida, yana biri qo'l mehnatlari bilan ishtirok etmoqda. Ularni mana shu yaratgan mahsulotida orzulari bor. Mana shuning uchun ham bugungi tadbirimizni Orzular dunyosi deb nomladik. Aksiyada Namangan shahri va barcha tumanlardan kelgan yoshlar ishtirok etdilar. Nafaqat tasviriy san'at, shuningdek kashtachilik, munchoqli bezak, turli qo'l mehnati namunalari tanishtirildi. Uchqo'rg'onlik Bekzodbek Rahimjonov slaymlardan o'yinchoqlar yasaydi. Yangiqo'rg'onlik Behruzbek Muhammedov esa til bilan munchoqlardan turli taqinchoqlarni yaratmoqda. Ularning ijodiy ishlari ayniqsa barchada katta taassurot qoldirdi. Rasm chizish bilan birinchi sinfimdan beri shug'ullanib kelaman. Keyin taqinchoqlar yasashga qiziqdim. Hozirgi kunda asosiysi taqinchoqlar yasab sotaman. Onlayn sotaman, keyin o'sha qishlog'imizga. E'tibor hozirgi kunda katta. Rahmat prezidentimizga. Maqsadlarim psixologiya o'qishida o'qib, o'zimga o'xshaganlarga yordam berish. Tadbirda ko'plab yosh rassomlarning rang tasvir asarlari ham namoyish etildi. Nogironligi bo'la turib, portret, natyumort, grafika yo'nalishlarida betakror yaratilgan ijodiy ishlar hakamlar tomonidan yuqori baholandi. Shuningdek, o'z ustida doimo izlanib, yasagan turli gullar ortidan yaxshi daromad topayotgan Shodiya Shavkat va tanlov g'oliblari sirasidan joy oldi. Ularga tashkilotchilarning esdalik sovg'alari topshirildi. Hozirda gullar yasayman, abadoblar yasayman. Undan tashqari sportga qatnashaman, sport turiga, katta tennisdan, nampara tennis. Shular bilan hozir mashhur bo'lib, eng ko'paytirmoqchi bo'lgan soham abadob bo'yicha ketyapman. Bugungi tadbir juda ham chiroyli o'tyapti, menga yoqyapti, ancha motivatsiya olyapman o'zimga. Bilmaganlarimni o'rgatishyapti, maslahat berishyapti. Tashkil etilgan Orzular dunyosi aksiyasi nogironligi bo'lsa-da, foydali mashg'ulot bilan o'zini band qilgan o'g'il-qizlar uchun chindan ham imkoniyat maydoni bo'ldi. Kelgusida tanlovning davomi sifatida nogironligi bor yoshlar uchun mahorat markazlarini ochish, ularning ijodiy ishlari va qo'l mehnati namunalari savdosini yo'lga qo'yish maqsad qilingan.